Yazda jemesen qishning g'amini, qishda jesen enangning japqan hali bankesin deydi-ku. Hozir dappi qilmay qoldi, zaringni satay bu xotinlar. Hali assalomu alaykum hammaga xush kelibsizlar Alikomichi YouTube kanaliga jigarlar. Mana shu videoni birta like'larni bosib, qancha qishloqlarning gruppasi bor. Padrisa qilmasangiz ayna shu gapsiz. Короче, bugun bizning mana shu videomizda mehmonimiz ham uyimizdagi mehmonimiz Guliston TV. Jigarlar hozir Guliston TVga aytdim, "Cho'ta kelmasang jigar bo'lmaydi" dedim. Sezon kelayotir dedim. Mana yerda ko'mirfurushlar ko'payib ketdi dedim, reklama qilib dedim. Urmasam bo'lmaydi. Shunga reklama chiqaryapsan, agar mendan oldin biri ko'mirchini chiqarib qo'ysak, yomon qattiq qopib olaman. Ayy. Yo, bu yedin seni bitta ko'mirchi men. Qarangizlar-da, mana bu ko'mirlar ekan. Bu necha so'm, qanday tushunsiz qiziqadi mana. Mana bu. Qarovut ko'mir. Bu ikkinchi sorti. Qirg'iz ko'mir deyin. Bu janadi duteydi. Tushundingmi? Pechkeniki deydi buni. Buning kilosi 3 somon 80 dirhamdan dastavkasi bepul. 3 somon. Mana buni qarag'ani, mana bu esa ochiq ko'mir. Bu qara. Ochiq ko'mir. Bu vысший sort deydi. Shesu deydi. Bu esa tazza, bundan zo'r ko'mir yo'q, qirg'iz ko'mir. Eng zo'ri shu. Mana shu ko'mir bu nanvoyxona-yu shashlikxonalarga beriladigan. Buning kilosi esa 5 somon. 5 somon. 5 somon. Kimga qancha kerak shunisidan hozir sezon kelyapti. Odamlar qishni o'tkazish uchun uyiga bastur ko'mirlarda oladigan odamlar bor. Chunki ko'pchiliklar ko'mirga o'tib ketdi, g'o'zapiyadan ko'ra-da. Hozir dappi qilmay qoldi, zaringni satay bu xotinlar. Haligi bitta gap bor bu. Yazda jemesen qishning g'amini, qishda jesen enangning japqan hali bankesin deydi-ku. Shunligicha yo'q, hozirdan qishning g'amini jeb boshlash kerak, jeb boshlash kerak. Men hamma vaqt aytganman-da, mana shu mendan necha yilim ko'mirga deyman, men o'zim kalla bashirim javob, yana ko'mirni o'zim uylarga olib tushiraman. Buna hozir asnovni Faxrobod bu yerda zo'r oladi. Faxroboddan keyin esa ana oladi. Qo'ybesh emas, Faxrobod, Lenskiy rayon. Faxrobod, Lenskiy, Yovan imino qirg'iz ko'mirning ajeli bular. Bu eng aytganingdek oldilar. Mana ertaga Faxrobodga chiqarib beraman, Lenskiy rayonga kiraman, shunday Sultonobodga ham beraman. Shundan shunday chiqib turib Yovonga davr ko'mir berib chiqaman. Bu yerga dastavka bor, bu yerga. Bo'l mana ko'mir. Nima deydi, ichini ochib qaraversam, qara ko'mir bo'l. Qarasaqishday bo'lar ekan. Ayy, bu mana qara ko'mir. Shular ham maqsad konda endi. Vaqtida tash bo'lgan, bular pishib yetishib kelar. Bularning hammasi hali elekdan o'rtilgan katta ko'mirlar. Maqsad birin mayda chuydasi yo'q. Endi narx haqida kommentariyada har xil fikrlarga o'qish mumkin. Sifatiga garantiya berib aniqladi. Mana men kalla bashirim, men o'zim javob. Bundan ham arzon ko'mirlar bor ekan, ha? Bulardan ham arzon bor. 2 somonlik bor, qirg'iz ko'mir. Uni olib kelsa mening 7 pushtim qolmaydi so'gadi. Kerak emas, kinetiyada buni ikkinchi sort, pechkeniki deb sotaman. Nanvoyxonalarga bermayman. Chunki ayna bu sizlarning ko'mir deyman. Janışığa, dolga janışığa bu lap janmaydi. Bu çok bo'p uyda temperatura qo'yishlar. Ha babayı var, gödekler var uydikida. Mana shu olib kelaman, ayna javob deyman. Agar jali baqsang deyman, mana pulini qaytarib beraman deyman. Ana 2 so'mlikda olib kelib bersam, g'op etib janib tomib qoladi, ayni ko'mirga o'xshab. Keyinsa meni so'gib jiradi. Keyin ayni ko'mir ham bor aynalar dastavka. Optum olib satarlarga ham maqsad boshqacha narxda optum olib kelib tushirib ham beraman. Maqsad qishloq har bir ayna 500 kilo olasizmi? Naprimер 50 xalta ayna olasizmi? 100 xalta olasizmi? Ayna shu pastdagi nomerlarga ham Pramoydan ham WhatsAppdan telefon qilsangiz, Moskvada bo'yin farqi yo'q. Hozir meni Sardan 100 xalta birov aytdi. Tom gap yo'q dedim, ayni dedim. Uyga olib tushirdi. Hayır, sarga olib tushirib bermay 100 xaltani. Demak, o'zimizda ham shunda hozir Rossiyadan ko'rib turibdi, men uchun ko'p. Hozir sivilizatsiyaning zamondamiz. Hali kak Rossiyada, alo, Tom zakaz qilsan, dastavkasi ichida olib tushirib beramiz. Pulni Rossiyadan tayyorsa Rossiyadan, uydan bo'lsa uydan darvozasining ichiga tushirib berib qaytib ketaveraman. Bo'ldi. Ha, gapni ko'p cho'zmaymiz. Maqsad ko'mir edi. Ko'mir ko'p. Nega yana bittasi turibdi ekan? Bunday qanday